O'sha deputatlar ham o'sha qarorning ijrosini nazorat qiladi baribir. Vakolat berilgan parlament nazorat to'g'risidagi qonunda o'sha vakolatlar. O'sha bizning dardimizni eshitsin, bizga qo'ldan kelgan yordamni bersin. Ko'p xatolarni to'g'rilash. Deputatlarning asosiy vazifasi shu deb bilaman. Ko'p partiyavilik bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Fikr xilma-xilligini oshirishdan maqsad. Shu xalqni dardini eshitib, o'shani qonunga kiritib, qonunni tasdiqlatib, shuni xalqqa yordam qilishdi endi, xalq vakili hisoblanadi endi deputat. Odamlarni, oddiy odamlarni yashash tarzini yaxshilash uchun harakat qilishadi deb o'ylayman. Aniq bilmadim lekin. O'sha deputatlar ham o'sha qarorning ijrosini nazorat qiladi baribir. O'sha joylarga yetib boryaptimi, chekka qissalarga, anaqalarga yetib boryaptimi, o'shanga e'tibor bersa kerak. Vakolat berilgan parlament nazorat to'g'risidagi qonunda o'sha vakolatlar. O'sha bizning dardimizni eshitsin, bizga qo'ldan kelgan yordamni bersin deb o'ylaymiz. Qonunchilik palatasining deputatlari qonunlarni ishlab chiqish, ularga o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritish yoki yangi qonunlarni ishlab chiqish loyihalarini yo'lga qo'yish. Nima ish qilishini bilmayman, lekin o'zi xalq qanaqa qilish kerak shekilli, ular nimadir muammosiga yechim berish kerakmi? Lekin faqat nima deydi, saylovlar bo'lgan vaqtda rasmlarni ko'rib qolamiz-da. Endi bilmadim, deputatlik faoliyatiga unchalik qiziqib ham ko'rmaganman. Qonunchilik palatasi qonunlarni ishlab chiqish, o'sha qonunlar ijodkorligi bilan shug'ullanadi va mamlakatimizda qabul qilinayotgan hamma qonunchilik normalari aynan o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinadi. Ko'p xatolarni to'g'rilash. Deputatlarning asosiy vazifasi shu deb bilaman. Birinchi navbatda o'sha tegishli qonun loyihalarini ishlab chiqishdan iborat norma ijodkorligi. Chunki norma ijodkorligining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki jamiyatimizda huquqiy bo'shliqlarni to'ldirish endi asosiy yo'nalishlari asosan mana shularga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Parlamenti qonun chiqaruvchi, ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda Senatidan iborat. Qonunchilik palatasining asosiy vazifalari asosan qonun chiqarish va qonunni qabul qilishdan iborat va shu bilan demak qonun ijodkorligidan iborat. Shu tufayli ham bu Oliy Majlisning Qonunchilik palatasini biz professional parlament sifatida ko'ramiz hamda uni faoliyati bevosita professional yondashuvga asoslangan. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasining asosiy vakolatlari quyidagilar hisoblanadi. Misol uchun davlat budjeti ijrosi ustidan nazoratni amalga oshirish, hisob palatasi hisobotini ko'rib chiqish, Prezident tomonidan ko'rsatilgan bosh vazir, Vazirlar Mahkamasi a'zolari nomzodlarini ko'rib chiqish va ma'qullash, bosh vazirning mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishning dolzarb masalalari yuzasidan va Vazirlar Mahkamasi hisobotlarini eshitish, shu bilan bir qatorda mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining eng muhim masalalari bo'yicha har yilgi ma'ruzani eshitish. Shu bilan birga yana vakolatlarni ta'kidlaydigan bo'lsak, mansabdor shaxslarga parlament so'rovi yuborish va bosh prokuror taqdimiga asosan deputatlarning daxlsizlik huquqidan mahrum etish masalalarini hal qilish. Siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayot sohasida u yoki bu masalalar yuzasidan, shuningdek davlatning ichki va tashqi siyosati masalalari yuzasidan Qonunchilik palatasining qarorlarini qabul qilish. Ulardan xuddi shunaqa, faqat tuman miqyosidagi vazifalarni bajarishadilar. Senatorlar regionlarga ko'proq aloqador. Hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Ular o'sha deputatlarni tekshiradi deb o'ylayman. Bilmayman. Qarorning ijrosi senatorlarning vakolati bo'lsa kerak menimcha. Quyi palata tasdiqlagan qonunni ular yana bir bor ko'rib chiqib, tekshirib, prezidentga kiritish uchun bilan shug'ullanadi. Senatorlar deputatlardan tepada turadi. Senatorlar qonun chiqarish bilan borami? O'zbekiston nomidan xalqaro maydonda ish ko'radi, xalqaro shartnomalarni o'sha ratifikatsiya qiladi, denonsatsiya qiladi. O'sha qonunlarni qayta tekshirib chiqadi, keraklarni ajratadi bir-biridan. Deputatlar yuborgan qonunlarni ko'rib chiqishadi, maqbul emasligini, undan keyin prezidentga imzo chektirish uchun yuborishadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi yuqori palatasi Senat deyiladi. Senatda a'zolari esa senatorlar deyiladi. O'zbekiston Respublikasi Senati vakillik organi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Senati hududlarning manfaatidan kelib chiqqan holda qarorlar qabul qiladi, qonunlarni demak tasdiqlaydi. Va aynan mana shu hududlardan
senat vakillari demak saylanadi. Xususan senat vakolati, ya'ni yakka o'ziga taalluqli bo'lgan vakolatlarga quyidagilarni kiritish mumkin. Prezident taqdimiga ko'ra Konstitutsion sud, Oliy sud, Sudyalar oliy kengashi, respublika korrupsiyaga qarshi kurash va monopoliyaga qarshi organ rahbarlarini saylash. Prezident tomonidan ko'rsatilgan bosh prokuror va hisob palatasi raisi nomzodlarini ko'rib chiqish hamda ma'qullash. Prezident taqdimiga ko'ra Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimiga nomzodni lavozimini yuzasidan maslahatlashuv o'tkazish. Chet davlatlardagi va xalqaro tashkilotlar huzuridagi diplomatik hamda boshqa vakolatxonalar rahbarlari prezident taqdimiga asosida tayinlash yoki lavozimdan ozod etish, shu bilan bir qatorda ularning o'z faoliyat masalalari bo'yicha hisobotlarini eshitish. Markaziy bank boshqaruv raisini prezident taqdimiga binoan tayinlash va uni lavozimdan ozod etish ham senatning vakolati hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bosh prokuror Markaziy bank boshqaruv raisining hisobotlarini eshitish, davlat organlarining mansabdor shaxslariga parlament so'rovini yuborish va parlament nazoratining boshqa shakllarini amalga oshirishdan iborat. Shuningdek, davlatimizdagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayot sohasidagi va u yoki bu masalalar yuzasidan, shuningdek davlat ichki va tashqi siyosat masalalari yuzasidan qarorlarda ham senat qabul qilinishi mumkin. Xalqdagi misol uchun qanaqadir tushunmovchiliklar, qanaqadir qiyinchiliklar bo'lsa, ular borib yetkazish kerak-da u yo tomonga, tepaga. Mahalladagi nimalarni qilsa kerak? Deyarli bir xil ishda o'zini hududlarida, mahalla yoki shu viloyatda bironta tuman mahallalaridagi, hududlardagi masalalar bilan shug'ullanadi. Tumanda xalq deputat kengashlari va ijro hokimiyati mavjud va ular o'sha ijro hokimiyatini faoliyatini muvofiqlashtiradi va o'sha ko'maklashadi, o'sha tumanda faoliyat olib boriladi. Hokimiyatda yig'iladigan deputatlarni bilasizmi? Ularni nom mahalliy ekanligini sizdan bilyapman ularni. Ularning ham vazifasi shu deb o'ylayman. Xo'p, mahalliy kengash deputatlari avvalo vakolatlarga to'xtalayotgan bo'lsak, birinchi navbatda mana shu tuman kengashlari tomonidan chiqarilgan bevosita qarorlarni tasdiqlash, ularni ko'rib chiqadi. Chunki hozirgi kunda bilamizki, hokimlar chiqargan ko'pincha qarorlarni asosan ko'rib chiqadi va umuman o'zini miqyosidagi, tuman miqyosida qabul qilingan eng asosiy qarorlar yuzasidan o'sha albatta deputatlar bularni ma'qullab beradi, ko'rib chiqadi. Bundan tashqari o'zlarini tashabbus orqali ham tegishli takliflarni kiritadi. Konstitutsiyamizda demak 123-24 e'tibor qaratadigan bo'lsak, mahalliy deputatlar kengashi yuqorida aytildi, mana davlatni yillik dasturlari ijrosiga qaratilgan, o'sha tuman yoki o'sha viloyat, o'sha shaharga taalluqli bo'lgan yil rejasi bo'ladi, dasturi bo'ladi. Shuni demak hokimiyat tomonidan, hokimlar tomonidan taqdim qilinganini tasdiqlaydi. Shu bilan birgalikda bu dasturlarda, ya'ni hududlarni rivojlantirish, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy tomonlama rivojlantirish dasturlarini har 6 oyda bir marta tuman hokimlarining shu sohada yo'nalish bo'yicha hisobotlarini eshitadi. Shu bilan birgalikda mahalliy hududlarni rivojlantirish, mahalliy ijro tizimidagi demak tizimlarni rivojlantirishda ham albatta vakolatlari bor. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tish kerak. Mahalliy kengash deputatlarining vakolati bu tuman hokimi yoki hokimiyati vakolati degani emas. Bu O'zbekiston Respublikasi tomonidan qabul qilingan qonunlarni o'sha tuman viloyat hududida ijrosini ta'minlovchi deputatlar kengashi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi konstitutsiyasiga binoan 2024-yil oktyabr oyidan 25 dan endi ular faoliyat boshlashgan. Konstitutsiyamizda 123-moddasida ko'rsatilgan normaga binoan shu kunga qadar, ya'ni 24-yil oxiriga qadar viloyat kengashlari deputatini kengashni raisi viloyat hokimlari hisoblanar edi. Bu vakolat hokimlardan viloyat kengashining raisi ixtiyoriga o'tkazildi. Endi bu o'rinda juda katta bir o'zgarish bo'ladi, chunki O'zbekiston Respublikasida 3 hokimiyat tizimi to'liq qaror topgan. Ijroiy organ vakili hisoblangan hokim qonun chiqaruvchi organ vakillarini bir kengashning raisi hisoblanar edi. Endi bu to'g'rilandi. 2026-yil yanvardan boshlab esa mana shunday norma tumanlar va shahar kengashlarida ham kuchga kiradi. Ya'ni tuman hududi, viloyat hududi,
shahar hududidagi deputatlar kengashining raisi o'sha deputatlar tarkibidagi bir shaxs tomonidan amalga oshiriladi. Bularda vakolati bevosita o'sha tumandagi ijroiy organ vakillarini faoliyatini qaysidir ma'noda bir bularda oldida tuman, viloyat hokimlari hisobdor hisoblanishadi. Ko'p partiyaviylik bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Hozir bizda 5 ta partiya bor xolos-da. Qancha ko'p partiyalar ko'p bo'lsa, menimcha shu yaxshi bo'ladi. Ko'p partiyaviylik o'sha Xalq demokratik partiyasi bor, liberal, o'sha hamma partiyalarning o'ziga yarasha qiladigan yo'nalishi bor. O'shalar nazarda tutiladi-da. Bilmadim. Ko'p partiyaviylik bilamizki, o'sha ko'p partiyaviylik bu albatta demokratiya prinsiplaridan biri hisoblanadi. Ya'ni ko'p partiyaviylikda bir nechta partiyalar bo'ladi va ular bir-biri bilan raqobatlashib, o'sha mamlakatda qonunchilikka, umuman mamlakat rivojlantirishga har sohada o'sha xizmat qiladi. Bilmadim. Endi bizda adashmasam 5 ta partiya bo'lsa kerak-da, to'g'rimi? O'sha har bittasini o'zini vazifasi, o'zini nimasi bor, o'shanga qarab qarorlari ham o'sha har bir partiya o'ziga tegishli qarorlar bo'linib nima qilsa kerak-da. Ko'p partiyaviylik, ya'ni partiyalarni ko'pligi orqali fikrlar xilma-xilligini yoki qonunchilikda bildiriladi. Chunki bilasiz, parlamentda, Oliy Majlisda asosiy vazifa bu fikr bildirish, kamchiliklarni topish. Mana shu fikr xilma-xilligini oshirishdan maqsad. O'zbekiston Respublikasida albatta konstitutsiya bilan bu tartibga solingan. O'zbekistonda yakka mafkura, yakka g'oyani demak o'rnatish mumkin emas. Ya'ni biz davlat boshqaruvida, jamiyat boshqaruvida, parlamentda shakllanishida ko'p partiyaviylikka amal qilamiz. Konstitutsiyamizning qator moddalari va normalari bilan bu tartibga solingan. Ko'p partiyaviylik degani, ya'ni ko'p fikrlilik degani. O'zbekistonda shakllangan mana shu ko'p partiyaviylik tizimi so'nggi yillarda, ya'ni yangi O'zbekiston islohotlar orqali yana ham takomillashib boryapti. Har bitta partiyani turli yo'nalishda taklif qilgan qonunlari, ayrim qonun va qaror farmonlariga o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish ham qo'llab kelinmoqda. Bu o'sha ko'p partiyaviylik, ya'ni ko'p fikrlilik shakllanishiga xizmat qilmoqda.